抖音。干嘛？开玩笑。干嘛呢？开个玩笑。干嘛呢？开玩笑的。抖音。接近崩溃前，我奔向葡萄架下找篝火，有一动肩膀撩青花酱，爽的摇晃伴随火光，给你过个清凉热的发烫，有点像在去新娘。这地方空荡荡，没人来打搅，好像被长长翅膀，发挥着想象，红酒像血液在身体里面流淌。抖音。电子双缝实验，量子力学最经典的实验，能颠覆你对一切的认知，甚至让你怀疑现实世界。由梅里教授在1974年完成。具体实验步骤如下：制造与地面垂直的2条平行双缝，并在双缝的后面放置一个探测屏幕，另一端放置一个发射器来发射电子。通过双缝向屏幕发射电子，神奇的事情发生了。粒子通过双缝后，并没有按照正常逻辑形成2条平行于双缝的条纹，而是出现了多条明暗相间、相互干涉的条纹。梅里教授猜测，这可能是电子互相干扰导致这种结果。于是他将电子一个一个发射，结果还是得到了同样的结果。这也就表明，电子在通过双缝之后，独自改变了运行轨迹，而没有相互影响。为了弄清楚真相，梅里教授决定在实验中安装一个专业的探测器，用来捕捉电子的运动轨迹。但是没想到这个行为引发了科学界的一次大变革。当安装了探测器之后，这些电子神奇般的没有改变轨迹，而是在屏幕上留下了和双缝完全平行的条纹。结果令人吃惊，只是在实验旁边添加了一个摄像头。为什么电子会改变自己的行为？于是他关闭了探测器，结果电子又重新形成了明暗相间的条纹。这让他得出了一个惊人的事实，即电子能察觉到人类的观测行为，从而做出自己的改变。人的意识决定了微观世界的运动。后来的科学家又用了光子、原子和分子做了同样的实验，得出的结果如出一辙。微观世界能感受到人们的窥视，改变了自己的行为。是否人类也是一种微观物质，在宇宙中不符合定律？这也成为了科学当代的未解之谜。Ya dostlar, müşküllerim daha oylap kaldım. Mabet bombasımı gün ötüdüken, boğazımı ötüdüken. Kaysan oylap baktınlar. He? Pul boğazım ötemdiken, bombasım ötemdiken gün. Ay pul bombası gün ötmek tez. Pul bo'lmasa qo'saq yeydigan, kiydigan zimmamiz pulga kirdi. Pul tepish uchun yo'ldan chiqib topsa bo'ladi pulni. Pul topgan odam yo'lda mangmaydi deydi. Pul tepish uchun u o'zini qurbonlik qilgan odam yaxshi odam emas. Topsa bo'ldi, pul degan ayda topadi odam ishlab. Men mana ishlayib, oqshom ishlagan hozir tong'atda mana. Ishlatimiz jafoliq kelgusimiz uchun. Hamma shu kelgusingiz uchun, ba'zi ayolingiz uchun, ba'zi bolangiz uchun tirishsizlar. Bizdek bola uchun, ota-onamiz uchun, o'zimizning kelgusi uchun. Bek buzilib ketdinglar. Pul uchun. 抖音。我那早晨醒来，拥抱太阳，依旧是这个美丽的新疆早晨。早晨特别的漂亮，空气中弥漫了爱情的味道。我那爱情的味道，模糊的味道。幸福的味道吗？那抖音。抖音。
抖音，抖音， bu so'nggi patlanma pulga yaramdi. Bu nima? Bu tog'oq so'lgishini ko'tarib nima qilsa? Aka, inqaraqdan aka, zati sizga nima bo'lsa? Men sana dedim-ku, qadimki zamondagi bundoq bir pulga yaraydigan, mas so'mkini ichiga patlatadigan bir narsa bo'lishi kerak. Tushundim aka. Sizningmi nomsiz o'g'ri degan nomingiz bor. Meningmi o'zim kuchli, ushqur o'g'ri deb nomim bor. Ushqur o'g'riymiş. Aka! Aka! O'tib ketdi.抖音， 多少钱这个？这个吗？嗯， 100万，哦哟，100万这么贵吗？这么贵吗？太漂亮的东西，这个5万块5万块， ，5万块5万块， ，5万块5万块吗的？啊，这样对不对？5万块，你没有眼睛吗的？眼镜没有吗？眼睛没有的。 5万块给不5万给？块吗？这样是5万块吗？这里吗？我不会再来的。哦哟， 5万块吗？抖音，你好，先生，采访一下您。哎，你好，先生。你好，先生，采访一下您。啊，那街上一堆人呢，啊，那一堆人。人呢？采吧。您好，你好。你认为中国哪里的姑娘最漂亮？新疆的呀。新疆的？对呀。那新疆哪里的姑娘不漂亮？塔克拉玛干。那你逗我呢？塔克拉玛干沙漠有人的吗？新疆没有不好看的。难道不知道吗？这里是新疆，是我们。抖音， Every day I'm shuffling.抖音， 亲爱的，快进来，我老公回来了。什么情况？来，你过来，你过来，什么情况？抖音， Aku sayang, kamu juga sayang. Tapi sayang, kita berjauhan. Tahan, sabar menahan. Hingga nanti bertemu dirimu. 抖音， Hanım sizga muzik chalib olama bilaningni. Gittin uni xotin qil. Olama kiyib kechikini ko'zimga ko'rgich bo'lma. Sarang o'tdi-ku bu. Yo'qlay, ko'zimga ko'mishsin seni. Ochig'ingga hayva xotin meni xato tushunib qoldi. Bitti bu ijtimoiy bo'lgandi. Ola laqva. Kibar istiraladan yerib kechikmaysa. Ola yo'qol. Bolaning turmushdan chataq chiqa o'xshaydi. Tangmish gitarli bo'lsa bo'ldi. Olama gittaringni. Gittaringni olib ikkinchi ko'zimga ko'rinma. Hep sarangni bir minch pulni aytyapti gaga. Voy, set gitar o'xshatsa puldan qo'ydan chaqchaq qo'ygan. Qala endi o'zing yolg'iz. To'q. Erining qadriga endi yetadi-ku. Mangdingizmi? Ketdim.
抖音，抖音，喂，请见什么日子？给你惊喜啊！我太感谢你们了，以后也不用这个破手机。有人。小朋友，你是否有很多问号？为什么今天在这看漫画？抖音，哎，差不多了吧？上头了，回家。单你不管啊，我来买。别，多少钱470。470。嗯。抖音。